O'zbekistonga qaytadigan kunimiz bir avtobusda aylanaylik deb 16ni kutdik. Avtobus keldi, keyin sekin chiqib, bir yuvan pul solib, ichkari yurdik. Undan keyin bitta akamizga oyoq kiyim olishim kerak edi. Oyoq kiyimlarni ko'rib, chiroylisini tanlab oldim. Juda ham zo'r chiqdi oyoq kiyim. Ishlarni bitirib olib, sekin mehmonxona tomonga qaytdik taksida. Keyin qaytganimizdan keyin bitta Norka do'kon bor edi. Yetga kirdim. Yerda bitta abzorlar bor edi, ularni qilib qo'shimcha bir ikkita zakazlar bor edi Norkaga. Ularni oldim. Keyin sekin Norka do'konidan qaytdim. Qaytib telefon bozoriga kirsam, O'zbekistonga rosa 17 Pro Max topib ketishak ekan. Mana kalkulyatorda narx ko'rinib turibdi. Keyin avtobus keldi, aeroportgacha yuklarni yukladikda aeroportga bordik. Aeroportga ham yetib oldik. Yetib olib bu yerda sumkalarimizni ozgina kutib turdik. Chamadonlar ham keldi. To'g'rida mana o'zimiz sheriklar turibdi, asakali bolalar. Nukusli akamiz ham qayerdir ketyapti shekilli, biz bilan Xitoyga bordi bu akamiz ham. Orada bo'sh vaqt bo'lib qoldi. Asakali ukamiz bir suhbatni oldik, intervyu chaqirib tashkil qildik. Bunaqa intervyular nimaga kerak desanglar, kanalimiz rivoji uchun kerak bo'ladi. Intervyu olasak, Xitoy opa kelib qoldi. Nima qilyapsizlar bu yerda? Pulni to'lashinglar kerak edi. To'xta. 1 minut kutib tur, hozir biz bo'lamiz desam ko'nmadi. Ha mayli dedi. Keyin liftda sekin pastga tushdik. Pastda aylanib yursak, keyin orada Uyg'urlarni milliy raqslarni ko'rib qoldik. Bular rosa zo'r raqsga tushar ekan. Ozgina tomosha qildik. Ko'rib turganinglardek bir xil formalarda juda chiroyli o'yin tashkil qilishar ekan. Shuna qilib keyin samolyotimizga ham chiqib oldik. Ozgina o'tirganimizdan keyin parvozimiz boshlandi. Tunda mana tepadan sizlarga yana bir shaharni ko'rinishini videoga tasvirga qilib berdim. Shu bilan bugungi kunimizga yakun yasadik.